Assalomu alaykum. Meni atim Sojida, Saidiy taxallus qilaman. Men o'zim mas'ul korgoy fransizman. 15 dona shogirdim bor. Shu yerga ishlaymiz. Bu intervyuni bilmay ishimni shuru qilganim. Ishimda qadam avval men 15 mingdan shuru qildim. Bir poya mashina oldim, bir kamgina miqdor mavod xom olgan edim. Qadam ba qadam oysta men bir mashinani shu pullar 7 mashin qilganman. 3 poya mashina hayotim bor, 5 dona, 4 dona mashina gulduzim bor. 15 nafar menimda ishlaydi. Shorga ham 4 joyga men qarorladim bor. 2 do'konga chapan beraman, 2 do'konga ham libos beraman. Mashallah mushtarimiz ham ko'p, uyga farmoyishot ko'p olamiz. Maktablarni chapanlarini, madrasalarni chapanlarini biz qarorda olamiz, zarur olganmiz ham. Ammo bizning ko'p kambudotlarimiz bor. Korgozga 15 nafar ishlayib, boyat 15 poya mashin bo'lsa, do'kondorlar har soxtan, har dizayndan bizda 25 dona 25 dona so'z ketgan deydi. Bir hafta masalan har soxtan deydi 25 dona bizga yibergin deydi. Bizlar har hafta 25 dona desa 10 dona yetishtira olamiz. Bu jiddiy bu sababki shu mashina biz ko'p kam bizlar ham yetishtira olmaymiz. Bizda ishimiz ko'p, mashinamiz kam. Degan biz mantiqamiz barqi ko'p zaif. Mana shu barq zaiflik uchun kecha avval oqshom to 7 mingacha men kecha barq tez bilan nigin uraman, kunduz kuni tikamiz. Shu barq zaif bo'lmasa, qaviy bo'lsa bizlar shu kunduz kuni tikamiz. Degan sizlardan xohishim shuki, tezda mashina biz ko'paytiringlar, bir miqdor xonimlar bizga ko'mak qilinglar, degan bizga bir suvlar, bizga ko'p zarur suvlar olib beringlar. Degan shogirdlarimiz shu yerga ishlaydi, hammasi bir g'arib familyadan shular otalar hammasi mardikorchilik qiladi, maktabdan qolgan, shu yerga bir mas'uliyat bo'lsin deb shu yerga kelib o'tganlar. Sizlardan xohishim shuki, shogirdlar bir mashin bo'lsa, mashin ko'mak qilasizlarmi, bir maosh tayin qilasizlarmi, bir maosh tayin qilsangizlar, meni o'zimga yosh shogirdimga ko'mak qilsangizlar, shular ham bir g'arib familyadan shularni ham otalar, onalar bir umid qilib o'tgan shogirdlardan, shogirdlardan, shogirdlarimdan degan sizlardan shu sadomniki eshitibsizlar. Masalan, xohishim shuki, shogirdlarim o'zimga bir miqdor ko'mak qilinglar. Bizning ishimiz bundan ham ko'proq bo'lsin. Bir jahon sponsi.